Google Sheets'da yaxshigina qiymatga ega bo'lgan formula query yordamida reyting tuzamiz. Reytingda bizda sotuv ma'lumotlari bor. Filiallar bo'yicha reyting tuzmoqchimiz. Misol uchun filiallar, mahsulot nomi, soni, narxi, jami summasi, sotuvchilar. Biz hozir filiallar kesimida reyting tuzamiz. Bunda query tanlaymiz. Query formulasini yozamiz. Query va ma'lumotlar bazasini tanlaymiz. Shu ma'lumotlar asosida query yaratamiz va nuqta bilan ajratib select. Bizga qaysi ustunlar kerak? Select. Bizga birinchi ustun va 5-ustunning summasi kerak. Bunda select column 1. Column 1 ni tanlaymiz va 5-ustunning summasi, ya'ni sum qavs ichida column 5. Ya'ni 5-ustunni tanlaymiz. Va yopsak, bu yerda xato chiqadi. Sababi query formulasi qaysi shart asosida 5-ustunni qo'shishni bilmayapti. Shuning uchun biz yana bir shart qo'shamiz. Guruhlaymiz. Ya'ni birinchi ustunlar kesimida guruhla. Group by column 1. Ya'ni birinchi ustun asosida ma'lumotlarni guruhla deymiz. Mana filiallarini yozdi. Ya'ni Farg'ona, Samarqand, Toshkent har bir filiallarini jami summasi chiqdi. Jami summa chiqdi. Endi biz buni reytingga solib chiqamiz. Bunda reytingga solsak, shart qo'shamiz. Yana shart order by degani shu shart asosida, ya'ni qaysi ustunda sum column 5 asosida bizga sortirovka qilib berdingiz, sort qildingiz, ya'ni kamayish kesimida desk shart qo'shamiz mana. Bunda filial nomlari, summalari Samarqand, Toshkent, Farg'ona ketma-ketlikda reyting tuzdi. Ma'lumot formulani ko'rishlaringiz mumkin. Ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.